Okey, yaxshi. Demak, mavzumizni boshlaymiz. Mavzumiz xudo xolasa bugun Safer Readingdan Part 1 ni o'tamiz. Xo'p, Safer Reading Part 1 ga ozgina tushuncha berib o'radigan bo'lsak, bu IELTS da uchramaydi bu savol turi. Lekin Safer'imizda oson tuyuladigan, lekin ko'pchilik o'quvchilar tomonidan qiyin olinadigan mashqlardan biri. Bunda nima qilish kerak? Mana yozib qo'yibdi. Fill in each gap with one word. Har bitta bo'shliqda debdi, bitta so'z bilan to'ldiring deyapti. Qanaqa so'z bilan to'ldirish kerak? Yozib qo'ygan. You must use a word which is somewhere in the rest of the text. Demak, mana shu tekstning qaysidir joyida joylashgan bitta so'zni qo'ying debdi. Bizda bu yerda bittagina so'zni qo'yishga haqqimiz bor. Bittagina so'zni, to'g'rimi? Ikkita emas, uchta emas, bitta son, bitta so'z emas, faqatgina bitta so'z deyapti. Xo'p, bizga qo'yiladigan talablar nima bo'ladi? Xo'p. Talablar. We shouldn't use no more than one word. Demak, talablar biz bittadan oshiq so'z ishlatmasligimiz kerak ekan bunda. Xo'p. Ikkinchi nima qilishimiz kerak? Mashqni yechishda, demak, bo'shliqlarga demak, matnni qayerdandir so'z topishimiz kerak. Misol uchun, bizda bo'lib qolishi mumkin, o'tgan zamonga oid hayot bo'lib qolishi mumkin, excited bo'lib qolishi mumkin. Demak, bular o'z holicha qoladi. Ya'ni biz so'zni formasini o'zgartirmasligimiz kerak ekan. Ya'ni zamonini ing bo'lsa, ing-sini alter the form of the word. Demak, bittadan oshiq so'z foydalana olmaymiz ekan. Keyingisi esa biz so'zning formatini, formini o'zgartira olmaymiz ekan. Bo'ldi, talablar ketdi. Endi yechish strategiyasiga kelamiz. Yechish strategiyasiga keladigan bo'lsak, birinchi har doim sarlavhasiga e'tibor qaratamiz. Sarlavhasini, chunki har doim ta'kidlayman, sarlavhasini bilib olish har qanday matnni bizga 50% ishni bajarib beradi. Nimaga deganda, chunki biz sarlavhasidan o'sha matn nima haqida ekanligini, nima bo'lmoqchiligini, asosiy gap nima haqida ketmoqchiligini o'shandan bilib olsak bo'ladi. Xo'p, starting at a new school. Demak, yangi maktabda boshlash debdi. Ya'ni yangi maktabni boshlash deyapti. Kim tomonidan yozilgan ekan? Anna Gray degan qizaloq tomonidan yozilgan ekan. U esa 11 yoshda ekan. Bo'ldi. Demak, biz o'ylab olishimiz kerak. To'xta. Bu yerda maktab haqida, yangi maktab haqida, iminda yangi maktab haqida gap ketadi deyapmiz va 11 yoshdagi qizaloqning, Anna Gray degan qizaloqning boshidan kechirganlari bo'lar ekan. Demak, u yangi maktab nima degan? 11 yosh degandan ham biz bir narsalar bilib olsak bo'ladi. Misol uchun 7 yoshda, 6 yoshda maktabga chiqqan bo'lsa, 11 yoshda u 4-5-sinfda tugatgan bo'ladi. Demak, u boshlang'ich maktabdan yangi maktab deganga yarasha, demak, boshlang'ichdan yuqori maktabga o'tish haqida bo'lsa kerak. O'sha taxminlar boshlandi bizda. Demak, o'sha narsani tushunib oldikmi, biz o'sha katta bitta yutuqqa erishdik. Xo'p, endi nima tavsiya etiladi? Agar ichidagi so'zlar umuman qiyin bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, nima qilish kerak? Boshidan oxirigacha biz bir ko'z yugurtirib o'tish kerak baribir. Chunki biz to'g'ri deb, masalan, birinchi bo'shliqqa to'g'ri deb olgan qaysidir so'zimiz mana bu yerda, masalan, qayerdandir oldikda, boshidan oldik, tasavvur qiling. Mana bu yerga qo'ydik to'g'ri deb. Lekin eng oxirida ham bo'lib qolishi mumkin o'sha to'g'ri javob. Aslida bundan ko'ra mana bu yerlarda olgan javobimizdan ko'ra mana bu yerda olgan javobimiz mosroq tushishi mumkin. Xo'p, shuning uchun nima qilamiz? Birinchi maslahat, boshidan oxirigacha zudlik bilan o'qib olishimiz kerak. Bo'shliqlarni nimadir, kimdir deb tarjima qilib ketamizda, tez tarjima qilib olishimiz kerak. Xo'p, endi mana shu bo'shliq joyga, demak, matnimizni qayerdandir to'g'ri javob to'g'ri kelar ekan.
ko'pincha qayerda keladi? Masalan, mana shu birinchi savolni javobi qayerda kelishi mumkin? Endi ko'pchilik holatda mana shu birinchi savolning javobi o'zidan oldin kelishi mumkin. Ikkinchi savolning javobi ham o'zidan oldin kelishi mumkin. Uchinchi savolniki ham o'zidan tepada, ya'ni oldin kelishi mumkin. 4, 5 va 6 ham xuddi shunaqa. Lekin bu hech qayerda yozib qo'ymagan. Ya'ni savollarning javobi o'zidan oldindadir deb qaranglar, hech qanaqa berilishda yozmagan, boshqa qilmagan. Lekin ko'pincha shunday. Masalan, 80% holatlarda shunday. Lekin ba'zi matnlarda ham kuzatganmizki, masalan, ikkinchini javobi mana bu mana bu yerlarda turganini ham ko'rganmiz. Uchinchining javobi o'rtaroqlardaligini ham ko'rganmiz. Ya'ni o'zidan oldin emas, o'zidan keyingini ham ko'rganmiz. Shuning uchun biz qoida qilib olmasligimiz kerak. Faqat o'zidan oldin keladi deb. Yaxshi. Bo'lmasa birinchi taklif etilgan nima? Yo'l matnni tezlik bilan tarjima qilib olishimiz kerak, o'qib chiqishimiz kerak. Ketdik. Anna degan qiz tomonidan yozilgan yangi maktab haqidagi qandaydir matn ekan. I've just finished my first week at a new school. Men birinchi haftamni endigina tugatdim yangi maktabimda. Demak, bir haftagina o'qibdi yangi maktabida. Shu haqida gapiryapti. Ikkinchiga, and I would like to tell you about it. Sizga bu haqda men gapirib berishni xohlayman dedi. Demak, bir hafta bo'pti yangi maktabga o'tganiga va o'sha haqida gapirib bermoqchi ekan. Like other children in my country, like o'xshab degani, demak, orqadan tarjima ketadi bu yerda. Mening mamlakatimdagi boshqa bolalarga o'xshab, I went to primary school until I was 11. Mana yozyapti. Men primary school degan nima edi? Boshlang'ich maktab degan edi. Men boshlang'ich maktabga borganman 11 yoshimgacha. Qaranglar, 11 yoshgacha demak u boshlang'ich maktabga boribdi. Qayerdadir mana bu bo'shliqlarga tag'in boshlang'ich maktab, yangi maktab, boshlang'ich maktab edi deb yozib qo'ymaymiz. Shularni ham hisobga olishimiz kerak. And then I had to go to a different school. Va men bordim boshqa maktabga for uchun older, kattaroq kimlar uchundir, nimalar uchundir atalgan boshqa maktabga bordim deyapti. Demak, 11 yoshgacha u boshlang'ich maktabga borgan ekan va keyin esa kattaroq yoshdagi nimalar yoki kimlar uchundir bo'lgan maktabga borgan ekan. Xo'p, tushundik. Keyin gapga o'tamiz. I loved my primary school. Men o'tmishda yoqtirardim boshlang'ich maktabimni. Bo'ldi, u 11 yoshdan oldingi gap. But I was excited to move to a different ... school. Lekin men bundan tashqari hayajonda edim, boshqa ... maktabga o'tishimdan bo'lyapti. Boshqa ... maktab. Yaxshi, nimadir kimdir deb tarjima qilib ketamiz hozircha. Aslida biz hozir maydalab tarjima qilyapmiz, lekin bu haqiqiy imtihon jarayonida juda tez ketish kerak bu narsa. Chunki bu yerda qiyin so'zni o'zi yo'q, ja borsa B1 darajadagi so'zlar. Keyingi paragrafga o'tyapmiz. It was very strange on our ... day. Demak, juda ham g'alati edi bizning bir day kunimizda. Qandaydir kunimizda. Misol uchun birinchi bo'lishi mumkin, ikkinchi bo'lishi mumkin, yaxshi bo'lishi mumkin, yomon bo'lishi mumkin. Unga ham xos strategiya topamiz. Demak, qaysidir kunda juda ham g'alati bo'ldi debdi. There were some kids from my ... school there. Demak, bir nechta bolakaylar bor edi. Kids degani bolakaylar degani. Kids bilan childrenning farqi bor. Kids bolakaylar degani, children bolalar degan. Demak, bir nechta bolakaylar bor edi. Mening from ... maktabimdan. Mening qandaydir maktabimdan ham bir nechta bolalar bor edi o'sha yerda demoqchi. But most of the children in my year group were from ... schools. Lekin xo'p, mening yoshimdagi ko'pchilik bolalar deyapti, ... maktablardan edi debdi. Qandaydir maktablardan ekan. Demak, ba'zi bolalar mening ... maktabdan edi, lekin ko'pchilik bolalar esa ... maktablardan edi bo'lyapti. Shu yerga e'tibor beramiz. Keyin gapga o'tamiz. But I soon started talking to the girl who was sitting beside me in math. Demak, lekin matematika darsida men
gapirishni boshladim bitta qizga, to the girl who was sitting beside me. Mening yonimda turgan. Demak, matematika darsida men yonimda turgan qizga gapirishni boshladim, debdi. She lives near me. U menga yaqin yashaydi. So, shuning uchun we walked home together. Biz birga piyoda ketdik uyimiz tomon, deyapti. We are best friends now. Biz hozir zo'r o'rtoqlarimiz, yaqin o'rtoqlarimiz, deyapti. Keyin gap. When I saw our timetable, there were lots of subjects. Jadvalim ko'rganimda juda ham ko'p fanlar bor ekan, deyapti. Some were quite new to me. Ba'zilari menga juda ham yangi edi. Oldin ko'rmaganim edi, debdi. Endi ikkinchi tushunchaga o'tyapti. Subjects bu fanlar edi, lessons endi bu darslar, deyapti. Lessons are harder now. Darslar esa hozir qiyinroq, debdi. They are longer, ular uzoqroq va nuqtalar esa qiyinroq, deyapti. Lekin teachers, o'qituvchilar help us a lot, bizga yordam beradi, debdi. Yaxshi, umumiy kontekstni bilib oldik. Demak, boshlanish haqida ekan, o'tgan maktabini ham ta'kidlab o'tib ketgan, yangi maktab edi, maktabdagi bolalar to'g'risida xususida gap ketgan. Demak, hamma narsani miyamizga zapis qilib oldik. Zapis qilganimizdan keyin endi nima qilamiz? Endi tiplarga o'tamiz. Tips, ya'ni to solve the task. Demak, mana shu mashqni yechishga doir tiplar bilan tanishamiz. Demak, birinchi usul har doim o'zimiz bilgan grammatik taxmin bo'lishi kerak va ikkinchisi esa ma'noviy taxmin bo'lishi kerak. Demak, hozircha kelinglar ikkita etapga bo'lib turamiz. Demak, birinchi bo'shliq joylarida biz topib olishimiz kerak, grammatik jihatdan qaysi so'z turkumi mos keladi. Grammatik taxminni qilib bo'lganimizdan keyin endi ma'noviy taxminga o'tamiz. Kelinglar, birinchi etapimiz grammatik taxmin edi, o'sha grammatik taxminga o'tamiz. Grammatik taxmin nima degani? Bo'shliqlarga qaysi so'z turkumi keladi, grammatik jihatdan qaysi so'z turkumi to'g'ri kelishi mumkin, o'shani taxmin qilamiz. Demak, mana birinchi bo'shliq. Demak, nuqta qo'yilgan. Demak, nuqta qo'yilgani uchun bizda faqat mana bu olderga qarab biz grammatik tahlil qilamiz. Demak, older degani bu sifat. Sifatdan keyin odatda bizga nima keladi? Ot so'z turkumi keladi. Demak, bu yerga katta ehtimol bilan ot so'z turkumi mos keladi. Yaxshi. Grammatik tahlil birinchi savolga nisbatan ketdi. Ketdik, ikkiga o'tamiz. Demak, to move to a different school. Demak, bizda otimiz ham bor ekan, yoki bo'lmasa bu yerda sifatimiz ham bor ekan. Bu holatda nima qilishimiz kerak? Ham qo'yilgan, sifat ham qo'yilgan, ot ham qo'yilgan. Demak, bizda ikkinchi sifat bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Misol uchun, to different boshqa degani, to'g'rimi? Boshqa yaxshi maktab bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Boshqa katta maktab bo'lishi mumkin. Demak, bu yerga katta ehtimol bilan sifat so'z turkumi keladi. Adjective. Chunki bir nechta sifatlar ketma-ket ravishda kelishi mumkin. Xo'p, taxminni qildik, endi 3 ga o'tamiz. Demak, it was very strange on our ... day. Xo'p, day, mana day. Demak, kunlar bilan ko'pincha sonlar kelishi mumkin yoki bo'lmasa sifatlar kelishi mumkin. Shuning uchun son kelgani uchun biz number deb turamiz yoki bo'lmasa adjective deb turamiz. Demak, bu bo'shlig'imizga katta ehtimol bilan yo son keladi yoki sifat keladi. Chunki mana birinchi kun deyishimiz mumkin, 4-kun, 5-kun deyishimiz mumkin. U songa to'g'ri keladi. Sifatga esa yaxshi kun, yomon kun degan so'zlar kelishi mumkin. Demak, grammatik taxmin number yoki adjective bo'ladi. Keyingi to'rga o'tdik. There were some kids from my ... school. Demak, mening ... maktabimdan deyapti. Demak, bu yerga mening qanaqa so'z to'g'ri kelishi mumkin? Sifat albatta, chunki otdan oldin sifat keladi.
Mening katta maktabimmi, yaxshi maktabimmi? Demak, adjective. Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Buni highlight qilib qo'yamiz. Okay. The next one, fifth one, yes. 5-siga kelyapmiz. Demak, schools, ot, demak katta ehtimol bilan bu yerga otdan oldin sifat keladi. Bu yerga ham adjective deymiz. Yaxshi. Va oxirgisiga keldik. Oxirgisida mana ko'rib turibsizki, bo'shliqdan oldin z turibdi. Demak, z nimani beraveradi bizga? Z qaysi so'z turkumi bilan kelardi? Albatta, ot bilan kelardi. Demak, 6-chi bo'shlig'imiz bu juda ham katta ehtimol bilan ot. Chunki z bilan ot birikib keladi. Mana bu yerda they so'zi lekin o'ylantirdi. Yo son yo sifat bo'lishi kerak. Lekin mana bu yerda z turibdimi? Bunday 99% holatda ot keladi deb taxmin qilsak bo'ladi. Yaxshi. Biz grammatik tahlilda amalga oshirib bo'ldik. Keyingi etapimiz bu ma'noviy taxmin qilishimiz kerak. Nima degan ma'noviy taxmin? Nimaga birdaniga ma'noviy taxmin qilib ketmadik? Chunki grammatik taxminsiz ma'noviy taxminni qilish unchalik samara bermaydi. Endi nima ma'noviy taxmin nima edi? Mana shu bo'shliqlarga qaysi so'zlar to'g'ri keladi? Iminda masalan ot to'g'ri keladi katta ehtimol bilan dedikmi? Endi mana shu yerga mos keladigan otlarni qidirishimiz va o'sha otlar orasidan eng to'g'risini qo'yishimiz bu ma'noviy taxmin bo'ladi. Misol uchun bu matnimiz taxminan 160 ta so'z bo'lsa, buni ichida 20 ta ot bo'lishi mumkin. Endi xohlagan mana bu yerga ot to'g'ri kelar ekan deb xohlagan birinchi otni, masalan, week degan so'zni bu yerga qo'ysak, xato bo'ladi. Week so'zini qo'ya olmaymiz. Chunki u ma'noviy jihatdan to'g'ri kelmaydi. Ma'noviy jihatdan to'g'ri kelish uchun esa mana shu gapni normalniy tarjima qilishimiz kerak. Chunki oddiy so'zlar, oddiy gaplar shundagina javobi kelib chiqadi. Endi kelib bitta yangi strategiya deydiga, yangi strategiya ko'rib chiqamiz. Yangi strategiyaga misol uchun bo'shliqlarni nimasiga qaraymiz? Yon atrofdagi so'zga qaraymiz. Kelinglar, mana shu yerdan o'qishni boshlaymiz. Like other children in my country, meaning mamlakatimdagi boshqa bolalarga o'xshab, I went to primary school. Men boshlang'ich maktabga borganman until I was 11. 11 yoshimgacha. And then va keyin I had to go to a different school for older ... Demak, 11 yoshimdagacha boshlang'ich maktabga borganman va undan keyin men boshqa maktabga bordim. Yoshi katta ... uchun bo'lyapti. Yoshi katta nima yoki kimlar uchun maktab bor? O'zi maktabda kimlar o'qiydi? Demak, ma'noviy tahlil ketyapti. Maktabda bolalar o'qiydi, to'g'rimi? Kattalar o'qimaydi, qariyalar o'qimaydi. Endi ma'noviy tahlil bolalarga to'g'ri kelyaptimi? Bolalar so'zini qidirish boshlayman matnda. I have just finished my first week school. I would like to tell about mana children to'g'ri keldi bittasi. Demak, buni qanaqa rangga olib turaman? Xo'p. Yashilga olib turay. Xo'p, children bolalar to'g'ri keldi. Yana davom etaman. Shu bolalarga o'xshash so'z bormikan, yo'qmikan? Matnda bir ko'ziga o'tirib chiqamiz. School until I then different school for older elementary primary school I was moved different school there were what mana kids bor ekan. Demak, bu bolakaylar degani, to'g'rimi? Yana izlab ko'raman, shu bolalarga oid so'z bormi? Adjective school there but most of the children. Mana children bor. Children tepada belgilaylik, shuning uchun buni belgilamayman. Were from schools but I soon started to the girl who was sitting beside me in math. She lives near so we'll come together with friends now. We saw lost subjects quite new lesson to me there are longer. Bo'ldi. Demak, bizda ikkita variant bor ekan. Ma'noviy birinchi bo'shliqqa ma'noviy taxmin qilyapmiz. Ma'noviy taxminimiz demak boshqa maktabga bordim, yoshi katta ... uchun
atalgan maktabga bordim deb. Bizga ma'naviy jihatdan yo bolalar yoki bolakaylar degan so'z to'g'ri keladi. Endi qaranglar-da, bu yerda o'ylanishimiz mumkin. To'xta, childrenni qo'yaymi yoki kids qo'yaymi? Ikkalasi ham bola, bolakaylar degan narsa-ku desanglar, bu yerda kids bilan children'da sal farqi bor. Ya'ni bu yerga biz kids qo'yamanmi, childrenni qo'yamanmi? Qani birinchi sizlar fikrlang bilaychi, kommentariyaga yozinglar. Bo'shliq joyiga kidsmi yoki childrenmi? Aha. Yaxshi, молодцы, молодцы, молодцы. Yozyapti. Aha. Yaxshi, zo'r. Children deganlar ko'p ekan. Hech kim kids tanlamayaptimi hozircha shunda? Hozir javob kids bo'lib chiqsa nima qilasizlar? Vot, zo'r fikrlar kelyapti, yaxshi. Yaxshi. Zo'r. Молодцы, zo'r. Yaxshi fikrlar kelyapti. Demak, bu yerga to'g'ri javob haqiqatan ham sizlar aytgandek, demak tushunib boryapsizlar ekan. Children so'zi to'g'ri keladi. Nimaga children so'zi to'g'ri keladi? Qaranglar. Anna Gray degan qizaloq 11 yoshda boshlang'ich maktabni tugatdi. 11 yoshda u kid bo'lishi mumkin, bolakay bo'lishi mumkin. Kids bolakay deganda, mana kids degan bolakaylar degani, children degani bolalar degani. Endi Anna Gray boshqa maktabga, ya'ni bilamiz biz o'zimizda 4-sinfdan keyin katta sinfga o'tamiz. Xuddi o'shanaqa vaziyat bo'lyapti bunda ham. Katta maktabga o'tyapti. Mana aytayapti, men 11 yoshimgacha primary schoolda o'qidim, lekin keyin I had to go to different school va boshqa maktabga o'tishga majbur bo'ldim. Qaysiki for older children, qaysiki katta bolalar uchun, yoshi kattaroq bolalar uchun atalgan nimaga? Maktabga bo'ladi. Agar mana bu yerga men kids qo'yganimda bu noto'g'ri bo'lardi. U bolakaylarning maktabi bo'lib qoladi. Ya'ni yana boshlang'ich maktabga qaytib qolgan bo'lardik. 11 yoshga to'ldim, endi men kattaroq bolalarga mo'ljallangan maktabga o'tdim deyapti. Shuning uchun ham bu yerga children bo'lyapti. Yaxshi. Молодцы, zo'r. Katta maktabga o'tyapti, haqiqatan ham to'g'ri. Older kids ham bo'lmaydi. Yaxshi, zo'r fikrlar. Demak, nima demoqchi bo'lganimni yaxshi tushunibsizlar. Endi ikkinchi bo'shliqqa o'tamiz. Ikkinchi bo'shliqda bizda chalkashliklar boshlanishi mumkin. Ikkinchi bo'shliqda nima deyapti? I loved my primary school. Men boshlang'ich maktabimni yaxshi ko'rardim. But I was excited to move to a different school. Men boshlang'ich maktabimni yaxshi ko'rardim, lekin shunday bo'lsa-da, bundan tashqari men rosa hayajonga to'lgandim. To move to nima edi? Ko'chib o'tish, o'zgartirish degani yoki borish degani. Boshqa different deb bitta boshqa deb tarjima qilamiz. Boshqa maktabga borishdan men hayajonga to'lgan edim debdi. Endi boshqa qanaqa maktab bo'lishi mumkin? Endi buni to'g'ri topish uchun nima qilamiz? Xo'p, hozir bunga bitta taktika o'ylab topamiz. Birinchi net svet qilib bo'lardi. Hop, ketdik. Yaxshi. Mana school bor. O'sha school bor joylarni hammasini ko'rib chiqamiz. Mana bitta school. Qizil bilan belgilaylik. Yana bo'shliqmi? Bo'shliqda oltida school bormi? Demak, schoolga degan so'zlar joyini topamizda, o'shani oldida katta ehtimol bilan o'shani javobi bo'ladi. Boshqa schoollarni ham ko'rib chiqamiz. Mana school. Hop, I would like to tell you about children in my class. Mana school. Hop, bu schoolda oldidagi so'zni topish uchun boshqa schoollarni ham hammasini topib olishimiz kerak-da. Keyin yonidagi mana bu so'zlarni hammasini qo'yib chiqishimiz kerak. Shunda ma'naviy jihatdan qaysi bir eng zo'r cho'tga to'g'ri kelsa, o'shani joylashtiramiz. Mana bu yangi strategiya bo'lyapti. Demak, school turibdi, schoollarni belgilab chiqyapmiz. Mana bu yerda ham primary bo'lyapti, school bo'lyapti, ya'ni
oldida primary bo'lyapti. Different school. There were some kids from mana school. Lekin bu schoolni belgilamaymiz, chunki oldida o'zi bo'shliq turibdi. But most of the children in my area from nuqta school. Buni ham belgilamaymiz, chunki oldida o'zi bo'shliq turibdi. Bu bo'shliq yo'q bo'lgandan keyin mana bu bo'shliq qola olmayman. But I soon started talking to this girl who was saying best friend. She lives near and well together, best friend. When I saw time there were lots of chance, somewhere quite new lessons. Yaxshi, boshqa school qolmadi. Demak, menda mana bu bo'shliqqa javob topishim uchun, ya'ni school so'zini oldiga to'g'ri topishim uchun boshqa schoollarni ham ko'z yugurtirib chiqishim kerak. Demak, boshqa schoollar menda 3 ta school bor. Mana bitta school, mana ikkinchi qatorda bitta school, to'rtinchi qatorda bitta school. Endi oldidagi so'zlarni belgilab chiqaman. O'shani iminni. New school bor. Hop. Primary school bor. Mana bu yerda ham primary school bor. Demak, ikkita primary keldi, bitta new keldi. Demak, menda variant ikkita. Yo new ni qo'yaman yoki primary ni qo'yaman. Bu eslangda bo'lsa, oldin bunaqa strategiya o'rganmagan edik. Mana sizlarga yangi strategiya. Demak, masalan, bitta bo'shliq, bitta so'z kelib qoldimi, ya'ni ot kelib qoldimi, otdan oldin katta ehtimol bilan sifat, son kelib qolishi mumkin. Demak, o'shanda biz xuddi o'shanaqa so'zlarni birinchi topib olamiz. Mana school, mana school, mana school. Endi uni oldidagi so'zlarni topib olamiz. New, primary, primary bo'ldi. Endi unique so'zlar, ya'ni bitta bo'lgan so'zlar nechta ekan? New bitta, primary ikkinchisi bo'lyapti. Mana bu primary bilan bu primary bitta narsa, to'g'rimi? Shuning uchun bizda ikkita variant bor deb qabul qilamiz. Bittasi boshlang'ich so'z ekan, bittasi yangi so'z ekan. Endi ma'noviy jihatdan bizga yangi so'zi to'g'ri keladimi yoki bo'lmasa primary so'zi to'g'ri keladimi, o'shani topib olishimiz kerak ekan. Endi uning uchun mana shu gapni bitta o'qib olaman. I loved my primary school. Men boshlang'ich maktabimni yaxshi ko'rardim. But I was excited to move to a different nuqta school. Lekin men bundan tashqari boshqa nuqta maktabga borishdan ham hayajonga to'lib turardim bo'lyapti. Shunda javoblarni bitta aytib olinglarsizlar. Javoblar kelishib boshladi. Zo'r. Newga talabgorlar ko'p ekan. Qani yana qolganlarni ham fikrini bilamiz. Zo'r fikrlar chiqyapti. Bir xillar new bo'ladi-yu desa, bir xillar new bo'ladi aniq. Mana shu uchun deb isbotlab ham beryapti o'zlarini fikricha. Yaxshi. Zo'r. Demak, javob sizlar aytgandek bu yerga nima bo'ladi? New bo'ladi. New bo'ladi. Chunki bizda Xurshid aytgandek haqiqatan primary so'zi ishlatilgan. Chunki mana birinchi qismi aytayapti, men boshlang'ich maktabimni yaxshi ko'rardim. Lekin boshqa yangi maktabga borishdan ham hayajonga to'lib turardim bo'libdi. Men boshlang'ich maktabimni yaxshi ko'rardim, lekin boshlang'ich maktabga borishdan hayajonga to'lib turardim bo'lmaydi. Chunki yana u boshlang'ich maktabga bormayapti. U boshqa yangi maktabga boryapti. Demak, bitta zo'r taktika o'rgandikki, demak, ot uni oldidan bo'shliq kelsa, o'sha otga otni topib olamiz ekan, boshqa joylardan ham kelishini va o'sha otlarda oldidan nima kelgan, o'shani ham bir ko'z yugurtirib chiqamiz ekan. 90% holatda bu ishlaydigan usul. Ya'ni 100% deyotganim yo'q, lekin 90% holatlarda mana shu usul sizlarga yordam beradi. Yaxshi. Demak, ikkinchi bo'shlig'imiz ham ketdi. Bu usulga sal boshqacharoq yondashdik. Ya'ni bu yerda ancha osonroq bo'ldi. Chunki school so'zlar juda ko'p joylarda kelgan edi. Ketdik, endi 3 ga o'tamiz. Qani 3 ta mana shu usul ikkinchi savolga topgan usulimiz yordam beradimi yoki yordam bermaydimi? O'shani ko'rib chiqamiz. Xo'p. Ketdik 3-savolga unda yondashdik. It was very strange on our day. Demak, juda ham g'alati edi bizning kunimizda deyapti. Endi
Mana xuddi mana schoolda ortdan bo'shliq kelganda bu yerda ham D kelyapti. Xo'p, buni qizilga olay. D kelyapti. Aha, uni oldidan bo'shliq kelyapti. Xuddiki school, uni oldidan bo'shliq bo'lganda. Qani hozirgi ikkinchi savolda qo'llagan usulimiz bunga o'tarmikan? Ya'ni D degan so'zlar bormi, yo'qmi ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshidan ko'rib chiqaman. Yo'q. D degan so'z yo'q. Like yo'q. Demak, D degan so'z yo'q. Bu yoqda ham yo'q. Bu tarafdachi? Yo'q, o'zidan boshqa. Bu yoqda yo'q. Bu yoqda ham yo'q. Starter walking figure versus beside me yo'q. Demak, bu qatorda ham yo'q. D degan so'z bu qatorda ham yo'q. When I saw time travel bu yerda ham yo'q ekan, qaranglar. Lessons are harder now, they are longer and yo'q, bu yerda ham yo'q. Demak, qaranglar. Ikkinchi savolni topgan usulimiz uchinchida yordam bermayotganga o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni nima? D degan so'zlar yo'q. Lekin bizda sal bunga boshqacharoq yondashsak bo'ladi. D nimani bildiradi? Vaqtni bildiradi, to'g'rimi? Vaqtni bildiryapti, ya'ni kun deyapti. Vaqtni bildiradigan boshqa juda ham ko'p so'zlar bor. Misol uchun kun emas, oy, yil, asr, hafta degan so'zlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi ikkinchi qiladigan ishimiz aynan D'ni topa olmadikmi? Endi shunga sinonim so'zlarni topamiz. Ya'ni kun emas faqat vaqt, oy, yil, hafta bo'lishi mumkin. O'sha kun nima so'zlarni qidirishni boshlaymiz. Ketdik, gapni boshidan ketsak, вот так, mana week. Demak, week so'zi bizga vaqtni anglatadi, to'g'rimi? Mana week so'zi vaqtni anglatyapti. Demak, day so'zi ham vaqtni anglatyapti. Nima qilishimiz kerak? Weekni oldidan nima kelgan, shuni ko'rishimiz kerak. Demak, first so'zi kelganmi? Вот так, mana sizlarga javob shu yerda turibdi. Mana first. Demak, birinchi haftada men tugatgandim debdi. Endi mana bu yerda first'ni qani haqiqatan ham to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ma'naviy jihatdan ham bir tashab ko'ramiz. It was very strange. Juda g'alati bo'ldi. On our nuqta deydi. Bizning birinchi kunimizda, agar first'ni tushiradigan bo'lsam, birinchi kunda bo'ladi. Ma'naviy zo'r tushadi. Chunki haqiqatan ham g'alati bo'ladi. O'zi odamzodda shunaqa narsa bor. Nimadirga birinchi marta qo'l uritsa, nimadirga birinchi marta borayotgan bo'lsa, birinchi kun bo'lsa, haqiqatan g'alati bo'ladi. Demak, bizda first so'zi mos keladi ekan. Demak, ikkinchi usul bizga yoqqandi, chunki school so'zlari bor edi boshqa joylarda, ulardan topib oldik. Lekin undan keyingi 3-savoldagi usul ham endi keyingi daraja, next levelda bu, next level taktika. Ya'ni D ga mos keladigan, sinonimik jihatdan mos keladigan so'zlar topilyapmiz. Mana week so'zi to'g'ri kelyapti. Va o'shani oldidagi so'zni olib qo'yibmiz, bo'ldi. Demak, Stafford'da part 1ni ildiziga yetib boryapsizlar menimcha. Ya'ni agar mana bu school'ni o'rnigachi, masalan, tasavvur qilinglar, mana bu yerlarda school so'zlari kelmaganda biz nimani qidirgan bo'lardik? School'ga sinonim bo'lgan so'zlarni qidirgan bo'lardik. Masalan, school maktaba, mana bu yerda universitetmi yoki bo'lmasa qandaydir binonimi, nomini qidirgan bo'lardik-da, keyin o'shani yonidagi so'zni ko'rardik. Agar o'shani yonida new turgan bo'lsa, misol uchun o'shani olgan bo'lardik. O'sha usulda biz mana shu deyda qildik. Yaxshi, zo'r. Endi 4-chi va 5-chimiz juda osonlashadi. Nimaga desanglar, biz mana school'ni belgilaymiz. School'da tepada school degan so'zlar yana qaytib ko'rib chiqamiz va yonidagi so'zlarni mana bu bo'shliq joyga bittalab ma'naviy jihatdan qo'yib chiqamiz. Agar mos kelsa bo'ldi, bittasini olamiz. Bizda school'lar nechta edi? Mana bitta school bor edi, ikkita school bor edi, 3ta school bor edi. Yaxshi. Endi bizda unique so'zlarimiz ikkita edi. Yangi va boshlang'ich degan so'zlarimiz bor edi. Endi mana bu 4-chi bo'shliqqa qo'yish uchun mana gapni boshidan men tarjima qilib kelaman. Demak, birinchi kun g'alati edi.
va there were some kids from my nuqta school there. Aytyapti, ba'zi bolakaylar bor edi, there were degani bor edi-da. From my nuqta school there, mening qanaqadir maktabimdan ba'zi bir bolakaylar bor edi debdi. Mening deb turibdi, qaranglar. Mening degani bu oldin qayerdadir o'qiganki mening deyapti. Shunda bizda ikkita so'z bor edi. New bor edi, primary bor edi. Demak, bu yerga ma'noviy jihatdan nima to'g'ri keladi? Primary so'zi to'g'ri keladi. Primary school. Nima demoqchiman? U yerda bor edi ba'zi bir bolakaylar mening boshlang'ich maktabimdan bo'lgan deyapti. Demak, mening boshlang'ich maktabimdan bo'lgan bolalar bor edi debdi. Endi gapimiz tugamadi. 5-bo'shliq joy ham xuddi mana shu gapda joylashgan ekan. Demak, ba'zi bir bolalar uning boshlang'ich maktabidan ekan. Endi aytibdi, but most of the children in my group were from nuqta schools deyapti. Lekin mening yoshimdagi ko'pchilik bolalar nuqta maktablardan edi debdi. Demak, qanaqa maktabdan bo'lishi mumkin? Mana bu yerda bizda mana bu ham qolib ketgan ekan, o'shani belgilaymiz. Demak, bizda 3 ta bo'ldi mana shunaqa. Общий unique so'zlarimiz 3 ta bo'ldi. Yangi maktab, boshlang'ich maktab, boshqa maktab. Endi qaranglar, yangi maktab bo'ladimi? Boshlang'ich maktab bo'ladimi? Boshqa maktab bo'ladimi? 5 ga. Javoblaring kutaychi, qani? Hop. 5-ni javobini aytyapsizlar-da hozir. 5-ga javob jo'natinglar. Aha. Zo'r, malatsi. Different bo'ladi haqiqatan ham sizlar aytgandek. Chunki nimaga different bo'ladi? Chunki mana bitta gapni oladigan bo'lsak, allaqachon biz primary so'zni ishlatdik. Primary chiqdi o'yindan. Bizda new school qolyapti, different school qolyapti, to'g'rimi? Yaxshi. Gapga qaraydigan bo'lsak, demak, ba'zi bir bolalar mening boshlang'ich maktabimdan edi. Lekin ko'pchilik boshqa bolalar meni yoshimdagi boshqa maktablardan edi bo'lyapti. Boshqa maktablardan edi bo'lyapti. Agar new ni qo'yamiz desak, bu yerga adashamiz. O'zi chunki ular mana boshqa bolalar ham, boshqa maktabdagi bolalar ham, bu mana Anna degan bolalar ham yangi maktabda yig'ilishyapti hammasi. Shunda Anna aytadiki, biz yangi maktabda yig'ildik, ba'zi bolalar boshlang'ich maktabdan edi. Boshqalari ko'pchiligi esa boshqa maktablardan edi bo'ladi. Demak, bu yerga haqiqatan ham sizlar aytgandek different so'zi to'g'ri keladi. Yaxshi, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hop. Bu ham ketdi. Belgilab qo'yamiz qizilga. Yaxshi. Qaranglar, har bir savolga deyarli har xilcha yondashyapmiz-da. O'sha hamma yondashishni endi keyingi readinglarga nima qilib qo'yasizlar? Asrab qo'yasizlar. Xo'p. Ketdik. 6ga tushamizmi? Ha, mana 6ga tushamiz. Shuni kelinglar. Bitta pastga tushiray. Aha, ketdi. 6da aytyapti. Oltida aytyapti, katta ehtimol bilan ot kerak ekan. 6ni o'qish uchun nima qilamiz? They are longer and the ... are more difficult. Ular uzunroqdir va nimalardir ko'proq qiyinroqdir debdi. Demak, mana bu yerda they deb qo'yibdi-da. They bo'lgani uchun demak bizga hali they degan nima degani bizga aniq emas. Shuning uchun bitta tepadagi gapga nima qilamiz? O'tamiz. Bitta gapga o'tamiz. Ya'ni kelinglar, mana bu yerdan boshlaylik. Demak, chegarasi, oltin chegarasi mana shu yerda. Shu yerdan boshlaymiz.
When I saw our timetable, qachonki biz jadvalim ko'rganimda, there were lots of subjects. Judayam ko'plab fanlar bor ekan. Some were quite new to me. Ba'zilari menga judayam yangi edi. Nima yangi edi? Fanlar yangi edi bo'libdi. Lessons are harder now. Darslar hozir nima deyapti? Qiyinroqdir debdi. They are longer debdi. Ular uzunroqdir. Endi qayerda mana shu yerdagi zga qaysi to'g'ri keladi, shuni biz 100% topib olishimiz kerak. Chunki agar buni topmasak, bu qaysi so'zga ishora qilayotganini bilmasak, mana bu yerda katta ehtimol bilan chalkashlik olib keladi. Demak, boshidan tarjima qilib kelamiz. Qachonki jadvalni ko'rganimda juda ham ko'p fanlar bor edi. Ba'zilari juda ham menga yangi edi. Darslar hozir qiyinroq debdi. Ular uzunroq debdi. Demak, they so'zi nimani belgilab kelyapti? Menga o'shani aytinglar. Darslarni belgilab kelyaptimi yoki subject fanlarni belgilab kelyaptimi? Qani javoblaringni yozinglar. Hozir qaranglar, to'g'ri javob haqida gap ketmayapti. They degan so'z qaysi so'zni belgilab kelyapti, anglatib kelyapti, shuni topinglar. Menga to'g'ri javob kerak emas. Aha. Aha, yaxshi. Ikki xil fikrlar ham bor. Subjects deganlar ham bor. Hop. Lessons deganlar ham bor. Lessons deganlar bo'lyapti. Nurjahon yaxshi. Agar o'shani o'ylamasakchi, biz grammatik jihatdan topsakchi degan fikr bo'lyapti-da hozir. O'sha grammatik jihatdan hozir isbotlaymiz javobini. Grammatik jihatdan isbotlash uchun they degan so'zni nimani anglatyapti, o'shani bilib olishimiz kerak. Hop. Yaxshi, hozir javob nimasiga o'tamiz? Tahlilga o'tamiz. Just help to us out. Teachers help us a lot borku. Okay. Okay, subjects deganlar ham bor. Hop. Yaxshi. Endi qaranglar. Boshida mana shu paragrafchadan tahlil ketadi. When I saw our timetable, qachonki jadvalimiz ko'rganimizda, there were lots of subjects. Juda ham ko'p fanlar bor ekan debdi. Mana bitta fanlarni belgiladi. Ba'zilari debdi. Ba'zilari juda ham yangi edi menga debdi. Ba'zilari deganda nima anglatilyapti? Bu yerda fanlar anglatilyapti. Kelinglar, bitta so'zni o'rniga ikkinchi so'z kelib qolsa, o'shani anglatyaptimi, yo'qmi? Yoki ikkinchi so'z nimani anglatyapti, o'zidan oldingi nimani anglatyapti, shuni topishdi. Birinchi yaxshilab tahlil qilaylik. Agar o'shani tahlil qilsak, javoblarni tezlikda topamiz. Masalan, bizda some degan so'z xuddi o'sha vazifada kelyapti. Mana, qachonki jadval ko'rganimda juda ham ko'p fanlar bor edi. Ba'zilari juda ham yangi edi debdi. Ba'zilari Yaxshi, rahmat. Ketdik, davom etamiz. Demak, yana sal boshiga qaytamiz, chunki yozildimi, recording bo'ldimi yo'qmi bilmayman. Ketdik. When I saw our timetable, there were lots of subjects. Timetable'im ko'rganimda juda ham ko'p fanlar bor edi. Ba'zilari juda ham yangi edi menga debdi. Nima degani ba'zilari deganda qaysi nazarda tutilyapti, qaysi ot nazarda tutilyapti desa subjects bo'ladi. Chunki somedan bitta oldingida fanlar haqida gap ketyapti. Demak, mana bu yerda some so'zi fanlarni belgilayapti. Nimalar yangi ekan? Fanlar yangi ekan. Endi ikkinchi gapga o'tyapmiz. Keyingi gapga o'tyapmiz. Lessons are harder now. Darslar hozir qiyinroq debdi. Ular uzunroq debdi. Qayli ular deganda bizda savol ketyapti. Lessonsmi yoki subjectsmi desa, bu yerga qayli zeydan bitta oldingi gapga qaraysizlar. Ya'ni zey olmoshlarda o'zidan bitta katta ehtimol bilan o'zidan bitta oldingi gapdagi so'zga kuch yetadi.
Ya'ni o'zidan bitta oldingi gap bu lessonsdir. Subjectsga kuchi yetmaydi. Agar subjectsga kuchi yetgan taqdirda mana bu yerga zga subjects to'g'ri kelganda edi, u reader chalgashib ketib qolgan bo'lardi. Shuning uchun ham zning kuchi o'zidan bitta oldinga yetadi. Ya'ni bu yerda lessons so'zi, so'zi lesson so'zini anglatib kelyapti. Chunki zdan bitta oldinda lessons turibdi, subjects emas. Subjectsni bildiradigan o'zi so'z turibdi. Qaysi? Some degan so'z bildirib kelyapti o'zi. Shuning uchun biz zda lessons deb oldik. Endi agar takror qilib zd o'rniga lessons deb tarjima qilsak, darslar hozir uzunroq va nimalar qiyinroq bo'lyapti. Nimalar qiyinroq? Albatta nima bo'ladi? Subjects bo'ladi. Nimaga subjects? Ko'plar lessons deb o'ylaydi. Mana bu yerdagi lessons are harder now, darslar hozir qiyinroq degan so'zdan olish mumkin. To'g'ri, bu yerda darslar qiyinroq degan, lekin o'sha darslar haqida mana bu yerda so'z bilan berib qo'ygan-ku. Qandaysiga, ya'ni 2 marta lessons, mana bu yerga ham lessons aytgan bo'ladi. Bitta gapda 2 marta deyarli takrorlamaydi-ku. Darslar hozir uzunroq va yana darslar qiyinroq demaydi. Darslar uzunroq va qiyinroq degan gap bo'lganda mayli, u to'g'ri bo'ladi. Lekin bu yerda so'zi, lessons so'zini, ya'ni o'zidan bitta oldingi mana bu lessonsni bildirib olgani uchun va mana bu end kelib, yana yangi bitta ot kelishi kerakligi uchun bu yerda subjectsni olyapmiz. Mana bu ham sizlarga yangicha, menimcha yondashuv bo'ldi. Yangicha yondashuv bo'ldi. Demak, 6ni javobini subjects qilganlar to'g'ri va yondashuvni ham sizlar ko'rdinglar deb o'ylayman. Demak, 6ga subjects bo'ladi, shak shubhasiz. Nimaga? Chunki so'zi lessonsni bildirgani uchun. Qayerdan bildik biz so'zi lessonsni bildirishini? Balki subjects deyishimiz mumkin. Yo'q, so'zini kuchi o'zidan bitta oldingiga yetyapti. Ya'ni lessons ketyapti. Shuni hisobiga buni lessons deb o'ylayapmiz. Demak, lessons ishlatilganmi? Yana bitta mana bu yerga lessons kelmaydi deymizda, demak, fanlar haqida ketyapti bu gap deymiz va subjectsni qo'yamiz. Demak, mana shu bo'ldi javoblari. Xo'p, javoblarni endi nima qilamiz? Yashilga olib qo'yamiz. Mana new, this is primary, first, keyingisi subjects. Okay, good. Yaxshi. Demak, mana o'quvchilar, menimcha ko'pchiliklaringizda qorong'i joylaring ochildi, ozgina bo'lsa ham. Oldin o'tmagan taktikalarimizda mana foydalandik. Bugun bir xil so'zlar chiqib qoladigan bo'lsa, qanaqa taktika qo'llashdi? Agar bir xil so'z chiqmasa, misol uchun ga o'xshab qoladigan o'xshagan so'zlar chiqib qolsa, uning ma'nodoshlari orqali, sinonimlari orqali izlashni o'rgandik. Yoki bo'lmasa mana bu yerda olmoshlar aynan qaysi so'zni belgilayapti, qaysi so'zga ishora qilib kelyapti, o'shalar topishni o'rgandik, to'g'rimi? Mana masalan some so'zi bu yerda subjects anglatyapti, to'g'rimi? Mana bu yerda so'zi lessons anglatyapti. Agar mana shu taktikalarga yoki bilim ko'nikmalarga tayangan holda keyingi part 1 ga oid mashqlar bajarsanglar, o'ylaymanki kamida masalan 4 ta yechib yurgan bo'lsanglar, 5 ta 6 ga ko'tariladi, 2 ta 3 ta yechib yurgan bo'lsanglar, o'zi 4 ta 5 taga ko'tariladi, xudo xolasa. Yaxshi, demak, part 1imizni mana shu yerda tugatamiz.